Hürmetli vatandaş, ikincilik siyana başlayımız. Mavzu mundaq. Türkiye'nin iqtisadi krizisinden ensiremsiz, Cunguga yetip keladigan avarchilik tehimiz zor. Mavzuli xabar 8 ayının 16 günü New York Vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan muhiti taza yaxshi bo'lmagan jasoratli hukmronlar odatlanib qolgan. Bahona sabablar bilan Türkiye'de yuz bergan pul muomala krizisini vatan sotquchilar va chet el kurslariga ortib, kuchlik va kuchayib kelayotgan Amerika dollari chet elliklarning Türkiye'ga qo'zg'an iqtisod urushida ishlatgan o'q, zambirak o'qi ve raketalarının birisidir, dedi. Nurgulluğun yeni bazarlarının çıkımı ve serpiyatı, özünün berdaşlık beriş iktidardan alqıp ketkende, hem de chet el qarz bergüçü organlarga tayinip ve xalığancha bedxashlik qiladigan odatlarni mablag' bilan qo'llaydigan ishlar o'zini pul muomala krizisining xatariga elib keladi. Lekin Türkiye'de 2002-yili Erdoğan hakimiyet 5 kelishdan burun ahvol yuqorqi ahvolning eng keskin bir misoli bo'lib qolgan edi. Yaqindan beri Prezident Erdoğan'ın qo'pol yurgizgan iqtisodiy siyosati, jumladan o'sim darajasini sun'iy holda tuvallatish, qarz berish, qarz elishda texmo ilgari surish, qizil raqam va pul pahallığı qatorliq hodisalar bu ishni texmo osonlashtirib o'tdi. Boy bo'lib tinib ketgan nurg'un turkiyaliklar bir meydan krizisining yetib kelayotganligini sezib, yetib chet elga qachish, chet elliklar qachish to'lqiniga qatnashishdan burunla Türkiye'den qachib chiqib ketdi. Natijada Türkiye'de liraning bugungi qimmati tushish iqtisodiy krizisini keltirib chiqadi. Türkiye'nin avorchiligini o'zi paydo qildi. Türkiye'nin iqtisod urushiga qarta Prezident Erdoğan faqat tasavvurga tayinib, suiqasd degan gapni qildi. Lekin dollar kuchining o'sishi ta'sir ko'rsatgan ta'sir. Lekin dollar kuchining o'sishi ko'rsatgan ta'sir aslida fikr qilganda Prezident Erdoğan'ning so'zlari ba'zida yo'lliq bo'ladi. Çünkü Amerika dollarının bazı taraqqiy qilayotgan davlatlarga keltirgan ziyon zahmatlari uzundan davomlashib kelgan. Türkiye'den burunqi yangi bozor egiligi pul birligi krizisi yuz berganga o'xshash. Bu qatimqi krizis Amerika Zapas pul komiteti dollar o'simini o'stirgan vaqtga to'g'ri keldi. Dollar qimmatining o'sishiga ergishib, Türkiye'de taraqqiy qilayotgan davlatlarning qarz qaytarish qiyinchiligi kuchaydi. Oxiri mablag' solg'uvchilar mablag' solgan davlatlardan chekinishga boshlaydi. Hozirgi masala shuki, Türkiye 1997-yildagidek keng ko'lamli yaşarlaşkan iqtisodiy krizisning garibigida turamdi yo'q. Javob shuki, bu tahi aniq emas. Türkiye'de lira qimmatining tushib ketishi yangi bozor egiligi davlatlarining pul birligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Texmi zo'r bir masala yaqinlab kelyapti. Hazır Türkiye iqtisodini ajizlatgan qudratli, kuchlik dollar dünyada ikinci iqtisod davlati hesaplangan Jungoga texmi zo'r ziyon elib kelishi mumkin. Jungoning dollarning ta'siriga uchrashining o'xshashmagan sabablari bor.
Ma'lum qatlamdan aytganda Jungoning import Xitoyning ishi Turkiyadan tuvan. Turkiya ham ashyo va ham neft import qiladi. Bu yil Zapas pul komitetining qo'yib etishni tarayitishi Amerikada dollarning qimmatini o'stirdi. Ammo Jungo hukumatining pulni qo'yib etishi xalq pulining qimmatini tushirib etdi. Şuna xalq pulini dollarga ayırib başlashning zaruriyati tug'ildi. Xalq pulining qimmatini o'stirish orqali dollarning jalb qilish kuchini ojizlatish mumkin. Bundaqda xalq pulini qo'yib etishni tarayitishga to'g'ri keladi. Jungo iqtisodiy taraqqiyot qarzga tayinib qolgan mushundaq bir chaqda. Bundaq qilish iqtisodning izidan chiqib ketishini keltirib chiqardi. Bu qatimli krizisning qanot yeyishga agishib, kishilarning diqqat nazari Turkiyaning butun yer shariga keltirdigan ozg'ina tahdididan Jungoning yer shariga keltirdigan texmi zo'r tahdidiga yetkiladi. Masalan, Turkiyada bozorda o'zgarish bo'ldi, tahdid dunyoga yetib keladi deydi. Lekin bu tahdid kichik tahdid, ozg'ina tahdid deydi. Lekin kishilarning, dunyoviy kishilarning nazari hamda eningdimi zo'r tahdid, dunyo iqtisodiga tahdid paydo qilayotgan Jungoning zimmasiga yetkiladi. Xalq pulining dollarga tegishilishi allaqachon 7%ga chiqib keldi yoki tushdi. Jungo hukumati ko'rishni xohlamaydigan bir ish oxiri tuyuqsiz yuz berdi. O bo'lsa-mu ishonch krizisi. Shunga Jungo intayin chigish bir masalaga duch keldi. Qimmati o'rlayotgan dollar kapitalning Jungodan chekinishini keltirib chiqardi. Dunyo iqtisodining taqdiri Jungo bu masalaga qanday taqobil turdi degan masaladir. Degan masalaga bog'liq. Jungoning 14 trillion dollarlik iqtisod ko'lami bor. Turkiyaning 15 hassiga barobar keladi. Jungo dunyo iqtisodining 16%ni egallaydi. Agar bugun Turkiyada yuz bergan iqtisod sohasidagi o'zgarish endilikda Jungoda yuz beradigan bo'lsa, Jungo bu ishlarga qanchalik taqobil tura oladi demoqchi bo'lyapti xabar yozuvchi.